Sharqi Turkistonda yangicha surgunning tunji qarori boshlandi. Xotandan dastlabki qadamda 300 nafar Uyg'ur 5-emgak kuchi nomida Xitoyning ichkari o'lkasiga surgun qilingan. Xotandan dastlabki qadamda 300 nafar Uyg'ur 5-emgak kuchi nomida Xitoyning ichkari o'lkasiga surgun qilingan. Xitoy doiralari Xotan va Qashqar viloyatlarining har qaysi shahar yezlaridagi emgak kuchlarini tashkillik ishga o'rinlashtirish nomastida yig'in ochgandan keyin buningga munosabatli xizmatlarni atalmish siyosiy vazifa sifatida ching tutib, bosh nishon qilib belgilab, jiddiy ishlaydiganlik to'g'risida yo'l-yo'riq topshirib olgan. Tangirtaq to'rining 25 may kunidagi bu vaqtda berilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, 24 may kuni Xitoy tajovuzchi kuchlari Xotan viloyatining Xotan noyisidan tunji turkumda 30 nafar Uyg'urni tashkillik holda ishga o'rinlashtirish bahonasida yo'tkilgan. Ma'lum bo'lishicha, ishga o'rinlashtirish bahonasida yo'tkilgan bu 30 nafar Uyg'ur asosli Xotan noyisining loyqa va bo'zaq yesidan bo'lib, eng cho'ning yoshi 40 yosh, eng kichigi bo'lsa 19 yoshlar atrofida ekan. Bularning ichida yana 3 juft ayolmi bor ekan. Xabarda tilga olinishicha, yig'in ochilgan kundan hozirgacha bo'lgan 14 kun ichida Xotandan tunji qarorda 300 nafar Uyg'ur atalmish 5-emgak kuchi nomida yo'tkab bo'lingan. 10 may kuni ochilgan yig'inda 3 yil ichida Qashqar, Xotandan iborat Uyg'urlarning tarixiy madaniyat marosimlarining izi bo'lgan Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayondan 100 nafar Uyg'urni tashkillik ichkari o'lkalarga yo'tkab ishga o'rinlashtirish xizmati loyihasi o'tirib qo'yilgan bo'lib, 2017 yil ichida Xotan va Qashqardan 25 ming nafar Uyg'urni yo'tkab o'rinlashtirilganlarning Xitoy o'lkalarida muqim o'ltiraqlashish va yerlashishga qat'iy kafolatlik qilish kerakligi bildirilgan. Xitoyning bu qilmishlari Uyg'urlarni o'z yurtlaridan surgun qilishning yana bir turi deb qaralmoqda.